Suvlarimni ichib bo'ldim qizlar. Ancha bo'ldi suvni ichganimga. Mana endi vaqt o'tib limonli suv ichyapman. Ya'ni ertalab turgandan iliqqina qilib ichiga yarimta limonni solib suvini ichib yuboraman. Bu обмен веществ, ya'ni o'sha butun sizni ichki organlaringizni uyg'otishga yordam beradi. Желчный отток, ya'ni o't haydashga ham yordam beradi. Chunki biz o't qopimizdagi zastoy bo'lib qolgan o'tlarni ham haydashga yordam beradi. Bu esa sizda yana ham yengil bo'lishingizga sababchi bo'ladi. Qaranglar, men zavtrakdan oldin 20 minut oldin kollagen ichaman. Faberlic Phytopolis seriyasidan mana shunaqa ribniy peptidli kollagen ichaman. İçinde 21 porsiya bo'ladi. Ya'ni buni 3 ta sila qilib ложка bilan, kichkina ложка bilan solinadi. Halol sertifikatiga ega qizlar 15876 artikula. Buni kollagen o'zi qanaqa ichiladi? Hozir bizda kollagenning har xili chiqqan. Bemalol xohlaganingizdan ichishingiz mumkin. Bu haqida ma'lumot tashladim. Bu birinchi chiqqan kollagenlardan. Bu kollagenni o'zi qanaqa ichiladi? Nima uchun kerak kollagen? Kollagen bizga aynan to'qimalarimizda, ya'ni kollagen, ya'ni to'qimalarimizni yana ham mustahkamlash uchun kerak. Yuz terimiz chiroyli bo'lish uchun, tirnoqlarimiz, sochlarimiz, hamma narsaga juda ham zo'r ta'sir qiladigan kollagen hisoblanadi va buni 3 oy ichib, 3 oy dam olsangiz bo'ladi. Bemalol 30 yoshdan keyin qizlar bizda kollagen yetishmaydi o'sha. 25 yoshdan keyin даже. Chunki 25 yoshgacha tabiiy kollagen ishlab chiqariladi, lekin undan keyin o'sha kollagen ishlab chiqarmaydi. Biz uni o'zimiz mana shunday qabul qilishga majburmiz. Va shu uchun men mana hozir yana bitta kursim boshlangan уже, почти yarmidan ko'pini уже ichdim kursda. Yana 1 oy ichsam, shu bilan keyin kurs tugaydi menda. Keyin yana 3 oy dam olaman-da, keyin yana 3 oy ichaman. Hozirda esa men mana shu kollagenni ichib kelyapman qizlar.